Dostlar, mən Aqilə Uyğur. Bugün Ormanlıqdakı Oyunlar deyən kitabının davamını oxuyuram. 3-cü bab. Tusuq bu yerdəki əhvallarını bir qur gözləyətkəndən keyin yolvasını aldırıb padişah bolsun deyə cəqarlı yetişkib olmaydığanlığını səzdi. Şuna o yolvas bilən ayrım qalğanda Mənim üçün bu yerə siz padişah bolsunuz pek caydı iş buladı. Bu yerinin padişahı sizdə büyürsən, şimdimişqa sizdən padişahlığını tanışıb yürügəndi. Əmdi bir həftə çidab durun, mən Şirbilən görüşüb ona nəsiyyət qılay. O kalampay sizgə vəzir bolsun yetib aşıdı dedi. Tusuqun gəplərini anlab ciddiyləşib durğan yolvaz xatircəm oldu. Mən hazır evimə qayıtmasam bolmaydı. Ətiyən oxuymaz. Kelər şənbə günü kelib sizni öz qolum bilən taxtga oturğuzaman. Rəhmət, yolvaz beşini egib 2 qitim təzim qıldı. Ondaq bolsa, mən sizni ormanlıqdan çıxarıb qoyay. Qəni məni verən yolvaz tusuqның aldıda yetib bərdi. Şu tapda tusuq yolvazqa menişkə təqazza bolub atsam o, özünü tutuvelib onunğa təkəllüb qaldı. Hey bolmasməkən, siz padişah bolğan tursanız, mən sizə məni alsam qandaq boludu. Məni verən, siz üçün mən qançılı xizmət qılsam mı ərziydi. Yolvaz solum mülayimləşib qalğan idi. Tusuq axır yolvazqa mindi. Əmsə çin oldurum. Yolvaz şundaq dedi də, tusuqni məhəlləsi tərəfki qarab uçqandək çapdı. Tusuq üçün bu at bəygisiga düşkəndən bək rahat duyuldu. Dərəxtdəki quşlar ətrafda otlab yürgən, böykən toşqanlar mı bu ormanlıqda burun körülüb baxmağan bu qalit iş üçün heyran qaldı. Yolvaz tusuqni onların məhəlləsigə yaxın cayğa aparıb qoyub, yəni quyundək çöpüb ormanlıqqa kirib getdi. Tusuq hayacanlanıb bu işinin rastlıqlığa tazı işənməyə atqandək yolvazının keyindən xeyli uzunğa çıxarab qaldı. Düşkə yenə bir saatlik vaxt var idi. Tusuq məhəllə arılab getib, çox bir usul pədisiyi çelinib atqan dab avazı anlab qaldı. O avazının qaysı o eldən çıxıb atqanlığını anqıra almaya birdən turub qaldı. Dab avazı şundaq yenik və lərzan bolub, tusuqның usloynavuz kelib getdi. Dab avazı Mahmud babayının hoylisindən çıxıb atdı. Mahmud babay tusuqның babasının yaxın ağaynısı idi. Burun Mahmud babay tusuqlarının öyüyə pat-pat berib duratdı. Tusuqның babası tüyəb getkəndən keyin Mahmud babay tusuqlarının öyüyə anç girməydiğən boldu. Бірақ tusuq Mahmud babayının dabçılığını əzəldən görüb baxmağan idi. Tusuq hoyla dərvasının yoçqıdın hoylisçiyə qaradı. Mahmud babay dabını yigitlərdək çaqqanlıq bilən çelib atadı. Nurxan mamay dabqı tənkeş qılıb lərzan usulğu düşkən idi. Tusuq hoyluğa putunun uçudu dəstəb girgən bolsumu, onlar yanıla tusuqunu görüb qılıb toxtab qaldı. Hey tursun cəngənğu, kelə balam, kelə, babay bilən mamay tusuqunu qızğın kütüb aldı. Tusuq Mahmud babayının dabçılışığa ustalığını görüb, ətdigənki yalğan yepini rastqa aylandırışının yolunu tapqanda xuşal olub getdi. Baba, mən sizni alaydı bir iş bilən izləb kəlgən idim. Şuna tusuq xicil
boluvatqandek tırnaqını tatladı. Alayda iş dep qoy, bovay xırıldap güldü. Xuddi çoğ adamlardek gap qılsanğu, şuncuala deyelmügidek qandaq işdi u. Mən sizden dapçilişini ögəney degen idim. Bu gapni anlap Mahmud bovayның çırayığa külke yügürüp közleri nurlanıp ketdi. Ha, mana sizge mu şagird çıqıdğan boldi. Hoyluның bir tarafidagi o'choqda choy damlayotgan Nurxon momay shundoq degandan keyin ularni choyxonaning supasiga taklif qildi. Qani choy ichgach paranglashinglar tush bo'lib qoldi. Mahmud bovay tusuqni dasturxonga taklif qildi. Ular choy ichib bo'lgandan keyin Mahmud bovay tusuqni ambar uyga boshlab ketdi. Pokiz zaramjonlashtirilgan ambar uyning temidagi qo'ziqlarga cho'ng kichikligi bir-biriga o'xshashmaydigan 7-8 dab esiqliq turadi. Pah nima degan ko'ktoplar bu tusuqning tusuqning ko'zlari parqirab ketdi. Bu daplarni Mahmud bovay tusuqning gapini tortib oldi. O'zim kelgan men yosh chog'larimda mahalla mashrablarning dapchisi edim. Hozirmi alayda ba'zima mashrablar bo'lib qolsa, yana men dapchilib beraman. Biroq hozirgi bolalar dapchilish qiziqmamdi yoki boshqa sabab bormi bilmadim. Dapchilishni o'rganmaydi. Sening dapchilishni o'rganay deganing meni bek xushal qilyapti. Mahmud bovay esiqliq turgan kichik abjil bir dapni elib, sen mana mushu dapni o'rgansang bo'ladi deb tusuqqa berdi. Ondan o'zi boya chalgan dapni o'choq beshiga ekilib o'tqa qoqladi. Ambarda nam tatib qopdi. Dapni pat-pat o'tqa qoqlab tursang, ovozi zil va yangroq chiqadi. Ana shu kundan boshlab tusuq Mahmud bovaydan dapchilishni o'rgandi. Tusuqda dapchilishda tug'ma talant bormi yoki boshqa sabab bormi, u dapchilishni tezda o'rganib oldi. Men dapchilishda har qanday odamdan ustun turaman deb yurgan Mahmud bovaymi tusuqning dapchilishini bekmi tez o'rganib olganligidan hayron qoldi. Onun ustiga dap tusuqning qo'lga o'tsa ovozi texmi yangroq chiqadi. Mahmud bovay tusuqqa heliqi kichik dapni beryapti. Tusuq shu kundan boshlab Mahmud bovaydan usul pardasiga keladigan xeyli ko'p nag'malar chelishni o'rganib oldi. Bolalar bayrami kelayotganda maktabda bayramlik san'at nomorlari tayyorlanayotgan edi. Tusuq o'zini dapchilishga borgan sir usti bo'lib ketayotganligiga hayron qoldi. 4-5 kun o'tar o'tmayla u dapni qo'lga olsa, dap bilan barmoqlari deyishib olgandek o'zligidan harakatga kelib yangroq nag'malar yangraydigan bo'ldi. U qo'l barmoqlarini dapga tekkizish bilan barmoqlarini boshqara olmay qoladi. Barmoqlarning dapga urilishidan paydo bo'lgan usul nag'malari har qanday odamni usul o'ynashga undaydi. Bugun tusuq maktabning bayramlik san'at ishlariga mas'ul bo'layotgan Malika muallimning qishig'i kirdi. Maktabdagi naqshi
oynayadigan, usul oynayadigan, lepper ve it-tot oynashga havas qilgan bolalar Malika muallimning ishxonasiga yig'ilib olgan ekan. Malika muallim maktabning san'at ishlariga mas'ul bo'lgandan boshqa Tusuqning sinf mas'uli edi. U Tusuqning maktabdagi bundaq ishlarga ancha qiziqmaydiganligini biladi. Shunga u Tusuqdan so'radi. "Ha, sening bayramda ko'rsatadigan nomering bor o'xshamaydi?" Tusuq muallimlardan ancha tortinib qolmaydi. Shunga tez javob berdi. "Ha, mening sing'illarim bilan tayyorlagan dafsullarimiz bor." Bu gapni anglab Malika muallim ishonmagandek o'rnidan turib ketdi. "Bizga bayramda shundoq bir dafsuli vazifasi tushgan edi. Qanday qilaman deb beshim qaytib turadi. Gaping rost bo'lsa, meni xushyoqib qolmay maktabga shon-sharaf keltirgan bo'larding. Biroq sening gapingga Malika muallim sen yolg'onchi tursang, gapimga ishongil bo'ladimi demoqchi bo'ldi-yu, gapini to'xtatib oldi. Ishxonadagi bolalar paroqatda kulib ketdi. Chunki bolalar Malika muallimning nima demoqchi bo'lganligini bilib bo'lishgan edi. Tusuq shalpardek qirizib ketdi. Qizirib ketdi. Muallim, sizga ko'p gap qilsam ishonmaysiz. Men mushu yerning o'zida mahorat ko'rsatib beraymi, keyniga tiqib olgan debini chiqardi. Bo'ladi, qani bolalar Tursunjonga maydon hazırlab beraylik. Bolalar muallimning gapidan keyin bir chetga o'tib turdi. Tusuq bilan chiqisholmaydigan ba'zi bolalar Tusuqni yana yolg'onchilik qilyapti degandek og'izlarini purishtirsa, yana ba'zi bolalar amdi u yolg'on so'zlarga mat bo'ldigan bo'ldi deb miyaqida kulishyotdi. Tusuq Mahmud boboyning o'rgatganligi bo'yicha maydasini kerib turib bolalarga salom qilayotgandan keyin dabni havas bilan chalishga boshladi. Pah, dabdan shundoq yangroq bir sado chiqdiki, bolalar emas Malika muallim hayron qoldi. Yangroq sho'x usul pardasini anglagan bolalar ham Malika muallim o'zini tuta olmay usulga tushib ketdi. Ishxona mashrab bazmasiga aylanib qoldi. Malika muallim Tusuqqa hurmat bilan tikildi. Bo'ladi, bunda hunaringni yoshirib yuribdikansan-da, sen cho'qim bir emas ikki dafsul tayyorla. O'zingning tayyorlig'ing bormi? 3-yillikda o'qiydigan sing'illarim usul o'ynasin degan edim. Bo'ladi, Bo'ladi, tayyorlig'ingni o'zinglar qilaveringlar. Men kollektiv usulni tayyorlig'ini qilay. Unga madabni sen chalsang bo'lgudek. Malika muallimning gapini anglagan Tusuq xushal bo'lib ketdi. Atrab turgan bolalar Tusuqqa boshqacha qizg'in muomala qilyotdi. Shu kundan boshlab Tusuq Gulzuba bilan Dilrabaga usul o'rgatmoqchi bo'ldi. Aka, biz burun usul o'ynab boqmagan tursak, qaysi usulni o'ynasak bo'lar?
Gülzuba Tusuqdan tartınçaqlıq bilan so'radi. Ular hovlining chet tarafiga kelib yetib, usul o'ynashni o'rganmoqchi bo'ldi. Tusuq muhili ularga qaysi usulni o'rgatishni o'ylashmag'achqa nimada javob berishni bilmay qoldi. Usul o'ynashga ancha Dilrabo usul o'ynashga ancha qiziqmag'achqa voy tarang qildigan dabqam usul o'ynamdi. Voy men o'ynamaychi, hadam o'ynasin. Dilrabo tumshuqlarini so'zib bir tarafga o'tdi. Men hozir dabni o'zim xohlagan bir partiga chalaman. Sizlarmi o'zinglar xohlagancha o'ynab beqinglar. Qani amsa chaldim. Tusuq qo'llarini dabga tekkizish bilan dabdan sho'x bir parda yangrashga boshladi. Usul o'ynashga amroq Gulzuba qo'llaridan qas chiqarib o'ynadi. O'ynamayman deb bir yoqqa chiqib olgan Dilrabo o'zini tutib olmay usulga tushib ketdi. Gulzuba bilan Dilrabo ikkisi qo'shmoq bo'lg'achqa bir-biriga bek o'xshaydi. Ularning chiroyi o'xshashgan bilan mijasi o'xshashmaydi. Gulzuba Dilrabodan bir necha minut burun tug'ilg'achqimi og'ir besh quvvat salmoq edi. Dilrabo har qanday ishda erkalaydi. Shunga u erkalab o'ynamay turib olmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, sho'x nag'mani anglab o'zligidan usul o'ynab ketdi. Bu qitimqi bolalar bayramida usulni yaxshi o'ynasanglar shaharda o'tkaziladigan usul musobaqasiga qatnashadiganmiz. Shunga sizlar bugundan boshlab usulni yaxshi o'rganmasanglar bo'lmaydi. Tusuq dabni ilg'iga ilib qo'ygandan keyin singillariga shunday dedi.